Alloh subhanahu va taolodan duo qilib so'raymiz. Yer balosidan, osmon balolaridan, biz ko'rgan, bilgan, tanigan balolardan, vabolardan, kasalliklardan Alloh subhanahu va taolo avvalo elimizni, yurtimizni, butun O'rta Osiyoni, butun musulmon mamlakatlarini, Makka-i Mukarrama, Madina-i Munawvarani Alloh subhanahu va taolo o'zini hifzi, himoyasida, panohida asrasin. Bizni xatolarimiz, gunohlarimiz, nuqson kamchiliklarimiz tufayli Alloh taolo bizga muomala qilmasin, balki Alloh subhanahu va taolo o'zini fazli karami, rahmati bilan bizga muomalatlar qilsin. Alloh taolaning fazli karami keyin gunohlarimizni kechirsin. Alloh taolo hammalarimizga ham ikkala dunyo yaxshiligini bersin, ayblarimizni yashirsin. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga ham ikkala dunyo yomonligidan o'zini panohida asrasin. Alloh subhanahu va taolo qo'l ochib amin deb turgan barchalarimizni duolarimizni ijobat qilsin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.